Yo, menda faqat shunday bo'ladimi, yo sizlarda ham shundaymi? Xullas, hech qachon Robin men aytgan narsani aytgan joyida topolmaydi. Oqtaradi, topolmaydi. Mendan so'raydi, qayerda deb. Men borib o'sha joyda ko'rsatsam, albatta o'sha joyda shu narsa turgan bo'ladi. Bu kasallikmi yo ko'z ko'rlikmi, bu nima degan narsa? Yuringlar, hozir guvohi bo'lasizlar. Albatta, menga o'xshagan ayollar ko'p degan umiddaman. Ketdik. Shah. Ha, otasi. Shah. Otasi nima bo'ldi? Bo'lasi. Qancha qani? Otasi nima qilyapsiz? Nasıl? Qaychi qayerda deyapsizmi? Qaychini izlayapsizmi? Ya kaşın? Qaychi qayerda? Kaçı kayada? Ko'rmayapsizmi qaychini? Ko'zlaringiz ko'rmayapti. Tomingiz ketganmi? Mana qaychi. Mana u qaychi, mana qaychi. Yoki sizlarga hozir yana ikkinchi holatni ko'rsataman. Ketdik, uni ham ko'ramiz. Kola koyada geldi. Холодильникda muzlatgichda edi kola. Ne? Yok. Muzlatgichda edi, ko'zingiz ko'rmayapsiz, ko'zingiz. Men ko'zim ko'radi. Qizlar, ko'rdilaringmi? Sizlarda ham shunaqa holat bo'ladimi? Erlaringiz bilan yo o'g'illaringiz bilan yo umuman oila a'zolaringiz bilan, agar sizlarda ham shunaqa holat bo'lsa, iltimos kommentariyada yozing, men albatta o'qiyman.